Asr vabosi deb tan olingan giyohvandlik illatiga qarshi kurash, ayniqsa yoshlarimizni uning domiga tushib qolishidan asrash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli mamlakatimizda an'anaviy hamda sintetik giyohvandlik vositalari, shuningdek, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi doimiy ravishda murosasiz kurash olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1985-yil Termiz shahrida tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasi to'xtatildi. ichida to'q ko'k rangdagi gashish giyohvand moddasiga o'xshash moddalar. Birinchi qopimizda 18 ta o'ramdagi gashish giyohvand moddasiga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Ikkinchi qopni ochinglar. Sanaymiz endi 18. Ikkinchi qopimizdan 40 ta o'ramda gashish giyohvand moddasiga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Xolislar ishtirokida uning avtomobili ko'zdan kechirilganida yukxonasida jami 50 kilogramm 978 gramm gashish moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, bu shaxsning yashash xonadonidan ham 186 gramm gashish moddasi olindi. Tadbir davomida uning jinoiy sherigi 1986-yilda tug'ilgan Sherobodlik shaxs ham ushlandi. Ushbu shaxslar afg'onistonlik narkokuryerlar tomonidan aylanma yo'llari orqali mamlakatimizga o'tkazilgan mazkur giyohvandlik vositalarini kelgusida jinoiy aloqalariga sotishni maqsad qilishgan. Ta'kidlash lozimki, qonunbuzarlarning biri muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun, ikkinchisi esa firibgarlik jinoyati uchun sudlangan bo'lsalarda, o'zlariga tegishli xulosa chiqarishmagan. Bu yo'nalishda Toshkent shahrida kuzatilgan holatda Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan Telegram messenjeri orqali poytaxt hududida sintetik giyohvandlik vositalarini sotish holati aniqlandi. Noma'lum kanalda zakladchik vazifasini bajarishini hozirda shu Toshkent shahri bo'ylab turli nuqtalarga zakladka ko'rinishida giyohvandlik vositasini tarqatib chiqqanini ma'lum qildi. O'zim so'zidan hosildlar ishtirokida shu qo'yib chiqqan joyda bizlarga taqdim qiladi. Hozirda ko'ryapsizlar, qora izolentaga o'rilgan oq polietilen paket ichida oq rangli kukunsimon noma'lum modda. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur shaxs 225 gramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasi bilan qo'lga olindi. Tezkor tadbir davomida uning tanishi hisoblangan 2005-yilda tug'ilgan shaxs ham 2 dona Rigapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi bilan ushlandi. Dastlabki so'rovda ular mazkur dori vositalarini Mirzolug'bek tumanidagi dorixonalarning biridan sotib olganligi aniqlandi. Tezkor tadbir davomida ushbu dorixonaning norasmiy sotuvchisi 14 dona Rigapen dori vositasini mijozga 1.200.000 so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, mazkur dorixonaning yordamchi omborxonasidan 20.200 dona Gabaten, 823 dona Rigapen, 100 dona Galara, 4 dona Torgabalin kabi tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar saqlovchi tegishli hujjatlari bo'lmagan dori vositalari ham ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda ushbu shaxslarning barchasiga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling, insonlarning hayotini xavf ostiga qo'ygan holda o'z nafsingiz yo'lida bu kabi jinoyatlarga qo'l urmang. Zero uning badali og'ir bo'lib, umringizning ma'lum bir qismini panjara ortida o'tkazishingiz mumkin.